Shahrimizni 7-mikron ro'parasi yokida davlat test markazi ro'parasidagi Voyenniy Gorodok territoriyasidan 3-qavatdan 5 qavatli yig'ishli domdan kompakt holatda 2 xonani 3 xona hisob tayyorlangan kvartirani ko'rib o'tamiz. Uyimizning zal qismidamiz, to'g'rimizda televizor qilib qo'yganlar gipsokartondan. Bu tomonda asosiy xonasini ikkita katta xonacha qilib qo'yganlar. Birinchi родительский komnata qilgan ekanlar buni spalniy hisobida. Keyingi xonasi детский komnata qilib qo'yganlar. Asosiy родительский komnatasi полноценный derazalik tushgan ekan. Bu tomonda входной eshikdan kiraverishga koridor qismi. Mana bu разделный sanuzel to'liq kafilchalar bilan ta'mirlangan. Vanalar, akril vanalari bu tomonda hojatxona qismi. Bu yer ham to'liq kafillar bilan ta'mirlangan. Aristoni, litiy unitazlar hammasi o'rnatilgan ekan. Oshxona qismi stiralka va xolodilnik olib ketilar ekan. Kuxna garniturasi gaz plita vichka qolar ekan. Kotyollargacha o'rnatib qo'yilgan ekan. Tayyor holatdagi 3 xonalik kompakt kvartira qidirib qo'ygan obunachilarimizga mana shu kvartirani taklif qilib qo'yamiz. Uyimiz narxi 34.500 dollar. Ozroq summada kelishtirib arzon qilib beriladigan, savdo qilinadigan joyi bor. Kelinglar, ko'ringlar. Kompakt kvartiramiz egasiga aylanglar.